Bor mavzu bo'yicha Savol bu. marhamat. Ben yosh farzandim bu. 18 yoshgacha pul jamg'armoqchiman omonat qo'yib. Qanaqa takliflar yana bor? Qanaqa? Tushundim sizni, marhamat. Bu bo'yicha bizda chet el valyutasida, ya'ni AQSh dollarida hamda o'zbek milliy valyutamizda omonat qo'ysangiz bo'ladi. Albatta sizni farzandingizni kelajagi uchun, ya'ni o'sha kelajagida o'sha pul mablag' jamg'arib borish uchun chet el valyutasida, ya'ni AQSh dollarida meros degan omonat turlarimiz bor. Bunda foiz 2%, muddati 18 yoshgacha bo'ladi. Minimal summa cheklovsiz, kapitalizatsiya mavjud, qisman yechib olish cheklangan, qo'shimcha badalga ruxsat beriladi. Ya'ni siz o'sha mablag'ni bugun qo'yganingizdan keyin 18 yoshga to'lgunga qadar xohlagan paytingiz mablag'ni qo'yib borishingiz mumkin. Milliy valyutamizda, ya'ni o'zbek so'mida foiz 16%, muddati 18 yoshgacha, minimal summa 100 ming so'm, kapitalizatsiya mavjud, qisman yechish cheklangan, qo'shimcha badalga ruxsat etiladi. Ya'ni bunda ham o'sha siz 18 yoshgacha, farzandingiz 18 yoshga kirgungacha o'zingizni mablag'ingiz shakllangan taqdirda kelib turib, xohlaganingizcha o'sha hisob raqamga qo'yishingiz mumkin. Bunda o'sha farzandingiz 18 yoshga to'lgandan keyin uni kelajagiga o'sha o'qishi va institutga kirishi, boshqasi o'sha mablag'ni sarflashingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli, rahmat.